Fuqarolar orasida energetik mahsulotlarni iste'mol qilish urfga kirmoqda. Bugun navbatchiligimiz davomida shifoxonaga qon qusib ahvoli og'irlashgan bemor yigit olib kelindi. Ma'lum bo'lishicha, u ham kuniga kamida 2-3 ta energetik mahsulot ichar ekan. Juda ko'p hozir yoshlarda energetikani iste'mol qilgandan keyingi asoratlar juda ham ko'p. Mana hozir bizga bemor keldi, o'zi qandli diabet bilan xastalangan. Insulin qabul qiladi, lekin shunga qaramasdan kuniga 3-4 ta energetik ichimlikni iste'mol qiladi. Bilamiz, bitta energetik iste'molda 100-120 gram qand moddasi bor. Yana qandli diabet bilan bo'lgan xastalangan bemor insulinni katta dozasida qabul qiladi va energetik iste'mol qiladi. Ertalab davleniyam 180 edi. Bansa yozganimda nima magniy olardim, sarazi qoldirardi. Qon qussim, qanaqa qussim, ovqat qussim. Ovqatdan keyin tromb deb o'yladim-da, men qo'rqib ketdim. Tromb chiqib ketdi. Energetik ichib turasizmi o'zi? Energetik, ha? Ichib turaman, 1 marta, 2 marta. Shu narsa yomon ekan. Buni arterial qon bosimi o'ynashi bilan xastalanadi. Davleniyasi 190 ga atrofida bizga olib kelishdi. Biz uni tiklab bir maromga keltirib, hozir diagnostika palatasiga chiqardik. Hozir qusganimda ham bol dedida, "Oki, energetik ichmaydi ukam." O'shandan boshqa bola ham qusgan. O'sha narsadan. Endi ichmaysiz. Yo'q. Mana shunday energetik mahsulotlarga mukkasidan ketgan fuqarolarga nima degan bo'lardingiz? Iste'mol qilish kerak emas. Hozir yasharyapti. Hozir aytilgandek boshida infarkt, insult holatlari. Va hozir mana aytganimda qandli diabetni asorati 190 arterial qon bosimi bilan keldi. Asorati bo'lishi mumkin, yana bitta katta bo'lsa, qon tomiri yorilib, bosh miyaga qon quyilishi ko'p keladi. Shu energetik iste'moldan keyingi holatda. Energetikni iste'mol qilmaslikni tavsiya beradi. Gazli mahsulotlarni o'zini tiygan yaxshi.